Bu qo'qonlik kelin yana nimalar pishiryapti deb o'ylayapsizlar? Mana shunaqa xolodilniklarni bir burchagida esilardan chiqib qolgan baqlajon bo'lsa chiqaringlar. Tashlavorishga shoshilmanglar. Xrustyash baqlajon tayyorlaymiz. Ishoning, shundan ham qasir-qusur bo'lib chiqadi. Demak, baqlajonlarni postini yarim archib, so'ng kattaroq burchak qilib to'g'raymiz. Tuzli suvga yarim soatga olib qo'yamiz. Ular uchun un, kukuruznik kraxmal, tuz va suv qo'shib tayyorlab olamiz. Ammo grammlarini esa video tagida yozib qoldiraman. Klyarini idealni chiqqanini bilish uchun tayyor massaga qoshiqni botirib, qo'limiz bilan ezib tushiramiz. Suyulib ketmasa tayyor. Ana endi baqlajonlarni ham tuzli suvdan olamiz va tayyor klyarga yaxshilab bitta-bitta botirib, ko'proq yog'da pishirib olamiz. Baqlajonlarimiz pishguncha sosini tayyorlaymiz. Buning uchun aroyde sosidan 5-6 qoshiq quyamiz va balzamik sosdan 1 choy qoshiq qo'shib aralashtiramiz. Pishib chiqqan baqlajonlar ustidan bitta pomidorni to'g'rab qo'shamiz va boya tayyorlangan sosni ham quyamiz. Kashnich barglarini ham terib, uni ham qo'shamiz va yengil aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Xohlasanglar shu ko'rinishda yesanglar ham bo'ladi. Yana ham yorqinroq qilish uchun rukla barglarini tarilka tagiga qo'yib, ustidan tayyor salatni solasiz. Yana ham mazali bo'ladi. Ana endi meni kanalimga tez ulanib olinglar. Hali bundan-da zo'r salatlarni birgalikda tayyorlaymiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olinglar va yaqinlarga ham yuborishni unutmanglar. Fikringlarni esa izohlarda kutib qolaman. Like bosish esingizdan chiqmasin. Agar yiginglar kelgan bo'lsa, olmaliqqa kelaverasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha.